asalari uchib yurgan ekan, asalaridan so'rashibdi. Bu dunyoni qanday tasavvur qilasan? Bu dunyo qanday deb. Shunda asalari uchib shunaqa qilibdi-da. Oh, bu dunyo ko'k osmon, chiroyli gullar, rang-barang, shirin iforlar, jannat bu dunyo, odamlar bir-biriga mehribon, saxiy, hamma yoq ko'rkam, gullar, bayramlar debdi. Shunda qilib pasha o'tib qoldi. Endi pashadan so'rab qo'yaylik. Pasha, ha. Bu dunyo qanday deb so'rashibdi pashadan. Pasha atrofga qarab, sassiq, musir, axlat, odamlar yomon, urush, janjal, to'polon, nafrat, g'iybat, bu dunyo do'zax debdi. Savol: bu dunyo qanday?